eng qimmatli bo'lgan valyuta. O'z quvvatingizni, energiyangizni asrashingiz kerak. Boshqa ta'limotlarda sущность elementi, qora kuchlar deb aytishadi va bular insonni ichidan mana shu quvvatini so'rib oladi. Bular qo'rquvlar, ishonchsizliklar, o'zini qadrlamaslik, aybdorlik hislari va bular sizni eng qimmatli energiyangizni so'rishga shay bo'lib turadi. Ular sizni ayblaydi, ular sizni qo'rqitadi, sizga ishonchsizlikni beradi va ularni birdan-bir maqsadi esa sizni eng qimmatli bo'lgan energiyangizni, vaqtingizni o'g'irlash, so'rib olish va isyonga chaqirish bo'ladi. Siz hayotingizda qanchalik norozi bo'lsangiz, ular bundan xursand bo'ladi. Yodingizdan chiqmasin, agar ichki quvvat bo'lmasa insonda, energiya bo'lmasa, pul ham bo'lmaydi. Agar energiya bo'lmasa, sog'liq ham susayadi. Sevgi ham, mehr ham uzoqlashadi. Siz savol bering o'zingizga. Energiyangizni qayerga ketkazyapsiz? Shikoyatgami, qo'rquvlargami, o'tmishgami yoki oldinga intilib maqsadgami?